Savdoda yuqori xavf-mukofot nisbatiga qanday erishish mumkin? Keling, buni vaqt oraligini sinxronlashtirish misolida ko'rib chiqaylik. Har bir yoki har to'rt katta vaqt oraligida biz ko'tariluvchi tuzilmani hosil qildik. Ayni paytda nav tuzatishda, ammo M5 yoki M15 vaqt oraligida bu tuzatish allaqachon ikkilamchi tuzilma va tolib pasayish tendensiyasiga o'xshaydi. Bu holatda tuzilmalar o'rtasida sinxronizatsiya bo'lmaydi. Ikkilamchi strukturaning parchalanishi sodir bo'lgandan so'ng harakat tabiatida o'zgarish yuz beradi. Ikkala struktura ham ko'tarilib, bir yo'nalishda ishlay boshlaydi. Bu nuqtada bizning ustuvor vazifamiz sotib olish uchun kirish nuqtalarini izlashdir. Endi grafikka o'tamiz. Soatlik vaqt oraligida yuqoriga qarab harakatlanish aniq ko'rinadi. Keling, navni tuzatishni ko'rib chiqaylik. U M5 dagi order blokka kelganda, biz order blok chegaralarini aniqlab olamiz va likvidlikning teng pastliklar ko'rinishida shakllanayotganini payqaymiz. Shundan so'ng to'g'ridan to'g'ri order blok zonasidan sakrash sodir bo'ladi. Keyin esa kayfiyatning yuqoriga o'zgarishini kuzatamiz. Bu yerda vaqt oraliklari sinxronlashadi. Narx order blokka qaytadi va asosiy yuqorilovchi tuzilma bo'ylab harakatni davom ettiradi. Bunday bitimlarda xavf va foyda nisbati haqiqatan ham hayratlanarli bo'lishi mumkin. Agar shunday mantiq bo'yicha savdo qilmoqchi bo'lsang, obuna bo'l.